Bugun biz JavaScript'dagi hodisalar bilan tanishib chiqamiz. JavaScript ishlatuvchi yoki Tor ko'gishningki bir betni shakllantirish davomida o'tirg'i chiqqan yoki yuz bergan hodisalarga taqobil turish davomida HTML bilan aloqa qiladi debdi. Ya'ni bu JavaScriptning roli shunday hodisalarga taqobil turish davomida andin o'tirg'i chiqadi. Ya'ni Tor bet yuzida yuz bergan hodisalarga taqobil turish davomida JavaScript qo'llanamiz. Masalan, ma'lum bir bet ishilgan vaqtda yoki ma'lum bir konubga besilganda, yo mouse harakatlangan chog'da, bir ko'znak cho'ngaygan kichikligan vaqtda degandek paydo bo'lgan o'zgarishlarning o'zi bir hodisa bo'ldi. Hamda eng ko'p ishlatiladigan hodisa on click deb besilganda yoki konubga besilganda degan shu hodisa eng jiq ishlatiladi. Biz bunun bir misol ko'rib bakaylı. Bizning hozir bu betimizda faqat shu JavaScript degan bir tekst bor. Shunga men buningga konubkadan birini qo'shay. Konubkani inglizcha button deymiz. Button deb qo'shsanglar bo'ldi. Bu konubkaningki ismini men yeshil deb qo'yay. ID'sini yeshil deb qo'ydim. Andan keyin men bu konubkalar uchun my button deb bir klass izolab qo'ygan. Konubkani chiroyli ko'rsatish uchun. Bu muhim emas. Sizlar klass izolamasanlar bo'ldi. Andan on click. Bu konubga besilgan chog'da nima ish qilish kerakligini ham yozamiz. On clickning keyiniga biz endi JavaScript'dagi funksiyaning ismini yozsak bo'ldi. Biz yeshil deb yozib qo'yib turaylik. Endi bu funksiyani JavaScriptning ichiga yozamiz. Andan bu konubkaningki buni taqab bo'lgandan keyin o'tirg'a tekst yozsanglar, shu tekstning o'zi konubkaning tekst bo'lib ko'rindi. Demak, men yeshil deb bir konubka qo'shdim hozir bu betga. Endi bu yeshil degan konubkani bossam, xatning rangini yeshil o'zgartirgan qilib boqayli. Bunda qilish uchun HTML kodda ko'rganimdek script deganga men index.js degan hujjatni ko'rsatib qo'yaylik. Shunga script JavaScriptni men index.js degan ichiga yozsam bo'ldi. Buning ichiga biz bir funksiya yozaylik. Funksiyamizni boyadan yeshil degan funksiyani ishlataman deb yozib qo'ydik. Shuni yeshil deb qo'yamiz. Aşağıda qaysi funksiyani chaqirmoqchi bo'lsak, o'sha shu funksiya bo'lishi kerak. Endi bu konubkani boshqa vaqtda JavaScript degan tekstni avval biz deb olaylik. Document get element by id deb bu id'si text. O JavaScript degan xatni ko'rsatgan. Shu tekstninki id'sini text deb qo'ygan men. Endi buningki style degan ichida rang bekilgan narsa bor. Style color desanglar rangini o'zgartirib bo'ldi. Style color tang. Endi buningga men yeshil rang. Qaramtiroq yeshil rangning kodi bundaq. Buni beray. Endi konubkani qo'shib bo'ldim. Konubkaga bir tal tekstni yeshil rangda qildigan funksiyani qo'shib bo'ldim. Endi ijro qilib boqaylik. Yeshil deganni bossak, JavaScript degan xat yeshil o'zgardi. Endi biz yana bir funksiya qo'shib qo'yaylik nimaga? Bu funksiyamiz qizil bo'lsin. Ondan rang kodni bundaq yozsak, bu qizil rang ko'rsatgan bo'ladi. Endi bu tekstning rangini qizil qilib turgan bo'lsin. HTMLning ichiga men endi konubkadan yana birini qo'shay. Konubkadan birini qo'shib, bu konubkaning id'sini qizil deb elib, ma funksiya qizil degan konubkani bossa, qizilni chaqiradigan qilaylik. Qizil. Ondan buni tekstini ham qizil deb o'zgartiraylik. Endi yeshil qizil deb ikki konubkamiz bo'ldi. Yeshilni bossak, xatni yeshilga, qizilni bossak, qizilga o'zgarib bo'lgan. Bundoq. Bo'ldi. Endi bu
on click degan yoki knopka besilsa degan hodisaning ichida biz funksiyani chaqirdik. Funksiyani chaqirib, shu funksiyamiz orqali matrixni o'zgartirgan qildik. Bu hamda on click degan hadisining ishlatilishi. Biz oldingi soatlik darsda funksiyani parametrli funksiya deb o'tgandik-ku. Bizning bu yerda ishlatganimiz parametrsiz funksiya. Parametrsiz funksiya shunday bo'lganligi uchun ma'nog'im ayrim funksiya izoladik. Agar bir funksiya bilan qizil knopkani bassa, qizil qildigan, yeşil knopkani bassa, yeşil qildigan qilib bo'lamdi desanglar, undan qilib bo'ldi. Uni qilish uchun qanday qilamiz desanglar, biz funksiyamizni parametrli funksiya qilib o'zgartirib, buni masalan ranglar deb qo'yaylik. Ranglar deb rang beradigan bir funksiya bo'lsin. Endi buning ichida knopka deb bir parametr bo'lsin. Ya'ni qaysi knopkaning besilganligini biz bilib, shu knopkaning besilgan knopkaga asosan ya yeşil ya qizil qilaylik. Endi knopkaningki qaysi knopkaning bosganligini bilish uchun biz bu yerda knopkaning ID'sini aniqlaylik. ID'ni qanday aniqlaymiz desanglar, biz shu knopka degan parametrninki get attribute deganning ichiga ID deb yozsak, shu knopkaning ID'sini yozib berdi. Endi agar ID'si bizning bir knopkamizningki yeşil, bir knopkamizning qizil ID'si. Yeşil bo'lsa, mana yeşil rangni oxirgi rangi qilib bekitib. Agar qizil bo'lib qolsa yoki ID'si yeşilga teng bo'lmasa, ondan mana qizil rangda qilgan kodni ijro qilsin desak, bir funksiya bilan bu ikki xizmatlarni bajargan bo'lamiz. Endi funksiyani chaqirgan vaqtimizda biz hozir yeşil, qizil deb ikki funksiya yo'q, faqat ranglar degan bir funksiya bor. Endi bu ranglar degan funksiyaga this yoki uyg'urcha bu degan nima desanglar, qaysi obyekt besilgan bo'lsa yoki qaysi knopka besilgan bo'lsa, shu knopkaning uchurini yo'llab berdi. Davomdan keyin mana ranglar this deb qo'ydik. Endi bu this bu yerda ID'sini tekshiruvdan qildik. Agar yeşil bo'lsa, yeşil qilib berdik, qizil bo'lsa, qizil qilib berdik. Endi sinab boqaylik. Yeşilni bossak, yeşil bo'ldi. Qizilni bossak, qizil bo'ldi. Demak, biz bir funksiya bilan mana ikki knopkaning besilishiga taqobil oladigan bo'ldik. Bu endi funksiyaning ichidagi parametrli funksiya bilan parametrsiz funksiya ishlatishningki farqi. Endi biz mouse munosabatlik hodisasidan bir ishni ko'rib boqaylik. Masalan, shu knopkaning ustiga kelsa, knopkani bosmasimi, mana rangini o'zgartirib qilib boqaylik. Unda qilish uchun on mouse over desak, shu mouse silkisi shu knopkaning ustiga kelsa, shu ranglar degan o'xshash funksiyani chaqirgan qilib qo'yaylik. Endi ko'rib boqaylik. Endi qarasanglar, men knopkani bosmadim. Mana ustiga kelsam, xat o'zgargan bo'ldi. Bu endi on mouse over degan mana hodisaniki ishlatilishi. Ya'ni shu mouse mana bir kelsa, bu hodisa yuz berdi. Kitob tanishtirilgan hodisalardan on clickdan keyin on submit degan hodisani tanishtiribdi. To'rbet yuzida form bo'lsa, formda on submit deydigan bir hodisa izolg'ili bo'ldi. Buningda endi knopkani besib bir narsani yo'llagan vaqtda qanday qilishni buningga shu funksiya izolab bir taraf qilib bo'ldi. Bu yana bir hodisa. Endi mouse munosabatlik, biz on mouse over deganni
Sınap baktık. Bu mouse ma'lum bir daire kirgen çağda yüz berdiği hadise. Unda mouse out degine mouse şu daireden çıkıp ketse yüz berdiği hadise. Bunu hazır biz sınagan şu misalga asasen özüňiz sınap baksaňlar boldy. Hem de HTML5'te bu bab bolan hadiseler bu jedwelde berilgen. Hem de şu hadiseninki ma jedwellik hadisini aslında İngilizce me'lerini izleseň alam nimiş kılganlygyny peret kılaýsızlar. Şunuň asasen sınap baksaňlar boldy. Mesela ma 10 klik digen beslisa digen bolsa 10 double click digen ma 2 ketim beslisa digen gep bolady. Yani bu hadisler toğruluk çoňkur düşençige erişmekçi bolsaňlar bizning işlegen misallarymyz asasyda özüňler mawut tizimlikteki hadislerini kollanıp baksaňlar boldy. Beýin dersimiz bu şeýçe bolsun. Allah galamet.